Optim bahada sement alamanda bilgen yurttaşlarımız üçün yine Xudo qalasa optim bahada sement narx-navolarını bilib berish hareket edemiz qo'ldan kelgancha. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugün Xudo qalasa 18 fevral To'rtko'l tumanidagi sement narx-navolarını bilib berish hareket edemiz qo'ldan kelgancha. Yaxshi niyatda joy boshimon, joyimni ishlar ekan, izlatishim kerak deb bilgan yurtdoshlarimiz uchun Yiber koyasızlar qo'ldan kelgancha yurtdoshlarimiz optim bahadan optim yerlaridan sement narx-navolarni ko'rsatib beramiz. Yana qadrli yurtdoshlar, sement narx-navolari Xudo qalasa Muhiddin amimiz yana geldik. Yine 4 yılımızın ilişkisinin yanında Muhiddin amim ko'pchilik biladi. Yine Xudo qalasa Muhiddin assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shukr, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Kamil obunachilarimiz uchun Xudo qalasa bu yurtdoshlarimiz uchun sement narx-navolarini bir arzon etib beradi deb eshitdik optim bahada da. Bakalasa sementlerimizin bakası hazırlığı gündeki bakası 48 ming so'mdan bo'lib turibdi. 48 ming so'mdan. 450 merkelesi mi? 450 merkek 48 ming so'm. 550 merkelesi bu arı konteynerde, çandi konteynerimizde bu 51 ming so'm bo'lib turibdi. 550 merkelesi. 550 merkelesi 51 ming so'm akayın. Hazırgi bugungi 18 çislo günden 18 fevral günden bakası shunday bo'lib turibdi yurtdoshlar. Ertangi bir oydan keyin 20 kundan keyin bu baho ya o'zgarishi mumkin. Yukarılışı mümkün ya düşüşü mümkün. Shunday bo'lishi mumkin. Bizler ham shu zavodga ko'rgan bakasına azgina miqdorda qo'yamiz, o'zimiz payimizni qo'yib shunday sotamiz. Bunday bir ne yok. Bular ko'p oladolar uchun dastlabki xizmatlari bor. Dastlabki xizmatlari bor. Yana bir so'm qo'shiladi dastlabkiga, yaqin yillar bo'lsa. Eğer uzakrak bo'lsa kelishamiz dastlabkisini. Yine uzakrak bo'lsa kelishamiz. Go'rtnichi bo'lsa 1000 so'm qo'shiladi, ne puli? Metan puli qo'shiladi 1000 so'm. 20 xaltaga deyim dastlab ketamiz. 1000 so'm qo'shiladi. 20 ming so'm yetishim var mıydı ku? 1000 so'm qo'shiladi. Yo'q, o'zim ikkitamanasa 1000 so'm qaytib beramiz. O'zini pulnasi ko'rarasiz, Xudo qalasa yana 150 merkezimiz bari konteynerde. Boshqa yerlarga qaraganda lekin arzon ekan ko'rib keldim men o'zim ham doğrusu. Yine bu yine 550'lik merkez simentimiz bu yine. 550 merkezli simentimiz. Bu 51 ming so'mdan akayın. Bu 51 ming so'm. Teraziye koyup to'shni 50 kilo chiqadi bu sementlar. Buna falsifkiler ham bor. Falsifkiler ham bor buni. Bunu teraziye koyup olaveradilar. Terazimiz var ichkarida. Endi masalan hozir yani yurtdoshlarimiz ko'proq kattaroq stroyki boshlagan bo'lsalar, ko'proq sement bir 3-4 tonnalar, 5-6 tonnalar olaman deydigan bo'lsalar. 5-6 tonnalar olaman desa, mashina doğru kelib qolsa, shunday dastlab ketib beramiz. Shunday dastlabki xizmatlar. Mashina kelib ko'proq oladi. Mashina kelib turgan vaqtida lekin mashina kelib turgan vaqtida agar shunday yuklab bersak 1000 so'm qo'shiladi dastlabki. Birdan konteynerdan yuklab beriladigan bo'lsa 1000 so'm qo'shiladi ekan. Prямо mashinadan kelgan vaqtini to'g'ri gap qilsanglar, Xudo qalasa prямо besplatni uylarga dastlabki xizmatlari bor. Rejalar bor bu yoqda. Yine bu yoqda boshqa karvishlar. Bir de yine qadrli yurtdoshlar, Xudo qalasa stroyki boshlayacak bu bir yerlar, fundament qo'yamiz, tashkil etaman, bordyor ataman deb bilgan yurtdoshlarimiz uchun yine Xudo qalasa apalabki xizmatlar ham bor bularda. Muhiddin amda kareta bor yine, apalabki bor, mishalki kerak bo'lsa mishalkalar ham bor ekan yine. Ko'raverasiz. Telefon hozir Xudo qalasa so'ngida telefon nomer, adreslarni tushuntirib o'tamiz. Reykalar bor ekan-ku. Reykalar necha so'mdan bo'lib turibdi? 25 ming so'mdan beramiz. Reykalar danasi 25 ming so'm. Necha metrlik bu? 6 metrlik reyka. İçinde sınık çürükü yok. Sınıkı çürükü bo'lmaydi, tekshirib ko'rib olaverasiz bir-biridan Xudo qalasa yurtdoshlar. Bu yanda endi karvush ham bor ekan sizda. Muhiddin aka karvushlarning narx-navolarini aytib o'tdik qani bir endi. Karvushlar 1400 so'm bo'lib turibdi, 1300 so'm bo'lib. Pishgan karvush narxlari Xudo qalasa 1300 so'm, 1400 so'm. Arzoni bor 1300 so'm. Karvushning bu yaxshi xilasi bu Xudo qalasa, zakonli. Isitmab ko'rib olaman. 1400 so'm deb turibdi. Qadrli yurtdoshlar, yana telefon etsanglar Xudo qalasa kelishib beraveradilar.
peş kuraman deydi. Oğullarım doğru geleveradi. Bu pindamentni üstüne öremen desenler hem doğru geleveradi. Yine kadar yurttaşlar savdası bolup turibdi. Zakonni savdo. Gelip görüp alaverasiz. Bir anda yine bu şebin daşlar ham bor ekan sizda bir daşlar şebinlarni necha ko'p turibdi endi bular? Kaya 5000. Şebinlar necha satılib turibdi endi bu? İkisi xaltası bir qaltak chiqadi. Xaltalı satıladi sizda bu. Bizda xaltalı bor. Xalta Xaltası bir qaltak chiqadi. ikki xaltasi bir qaltak chiqadi. Xaltasi 10 ming so'm. Qadrli yurtdoshlar, yana xaltasi 10 ming so'm ekan. Katta xalta ekan buni. Doldurib solib qo'yib qo'ylar, zakonlarda boshqalarga qaraganda yaxshiroq. 5 ming so'm xaltasi. Chaygalar ham bor ekan yana. Xaltalı chayga olaman degan yurtdoshlarimiz uchun chaygalar ham bor yana. Chayga necha so'm? Muhiddina chayga necha so'm chayga? Chayga 5 ming so'm ekan xaltasi. Xaltasi 5 ming so'm ekan. Chay xalta kerak bo'lsa xaltalab beraveradilar. Bedasi vallahi yo'q bo'lgandan keyin vallahi bitta ekan xaltalanmay turib ekanlar. Bitdan keyin xaltalab chiroyli deb qo'yadilar. Yine qadrli yurtdoshlar, xudo xolasa Muhiddinamizdagi yine Optum sement, karvich, dosh, ya'ni apalabki kareta kerak bo'lsa telefon nomerlar shu nomerlarga uraveramizlar. O'zingiz nomeringiz-ku Muhiddin aka? Şu nomer 91'lik 260 0055 nomerlerine telefon edip Muhiddinamızın yanına gelip özünüz görüp sodalaşıp alaverasiz ağalar. Hazır Simentli bakası özgərişi mümkün. Simentli bakası özgərişi mümkün. Hazır geladi, mesela baka kütərilirsə, mabada kütərilib qalsa, kütərilməyi bizə arzan bu an yaxşı. Hani 20 ming so'm bo'lsa, 20 ming so'm bo'lsa adamlar alıb işlətərdi. Arzarrak boladı. Bizlere bu 60 ming bu an, 50 ming, 5 ming bu anla faydası yok. Biz şu bakadan, zavutlu bakasına azarak özlerimiz paydamızı koyup satamız bu olanı. Neçə koyup satıp olmuyor. Baka özgərişi mümkün. Yine şunun gaplar yurtdoshlar. Videonu görüp bugünkü 18 fevral sanasına qarab görüp kelaverasiz xudo xolasa. Sement narx-navolarni aytdik, karvishning narx-navolarni aytdik xudo xolasa. Apalabki arendasini nechikindu? Metri 3 ming so'mdan qazıqı bilan. Apalabkini metri 3 ming so'm qazıqı bilan xudo xolasa yurtdoshlar. Ana shunday. Manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, manzil 4 kilimizni, vishini hamma biladi, yana xudo xolasa 4 kil vishini yanında yana shu kasabxona boy bir. Kasabxona go'sht do'koni, shu go'sht do'konining to'g'risidan manglayında Muhiddinamizni Optum sement narx-navolar yozib turgan Kalados xizmatlar ham bor ekan, kaladoslar ham bor ekan sotiladigan. Razmerine qarab 80'lik bor, 120'lik bor, 130'lik bor. Bakaları gelsinden kaldı razmerine. Qadrli yurtdoshlar, kaladoslardan dostavka xizmatlari bor ekan. Yine qadrli yurtdoshlar, kaladoslar gelip görüp nechalik razmer kerak oladigan bo'lsa, o'zingiz saylab pulini aytadi, xudo xolasa kelishib beradi hammasini. Qo'llangancha karvishni hamma narsani narx-navolarini aytdik. Endi bu yaqinda xudo xolasa yurtdoshlar o'zingizga ustunda kelishib olaverasiz. Hozirgi nomerlarga telefon edib bog'lansanglar, Muhiddinamiz o'zi bilan telefonlashasiz. Agar mabodo chet eldagi Rossiyada ishlab yurgan yurtdoshlarimiz masalan shunday kartaga, plastik kartangizni tashab beraman desalar necha oladi endi masalan ko'p odam Rossiyada turib savdo etishi mumkin-da, masalan uyinda ayol kishi bo'lsa kelib ola olmasligi mumkin. O'zi prямо masalan nomerlarga telefon edib WhatsApp, Telegram bor bo'ladi. Telegram bor. Telegram, WhatsApp bor ekan shu nomerlarda. Telefonlashaverasiz, so'rashib, kelishib beradi. Bunday xizmatlar ham bor xudo xolasa. Yine qadrli yurtdoshlar, Alloh sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Maydonda yurganlar eson-omonga yetishsin. Şu gelatirgan ro'za-yu Ramazon oyimiz ham hammamizga muborak bo'lsin. Muhiddin aka, sizlarga ham muborak bo'lsin Xudoyim. Hammamizga muborak bo'lsin. Yaxshi yurtdoshlar.